Assalomu alaykum, qadrli futbol ishqibozlari. Mana va nihoyat Jahon chempionati finali ham o'z nihoyasiga yetdi. Finalda Argentina hamda Ispaniya o'zaro bahs olib bordi. Bunda esa Ispaniyaning qo'li baland keldi. Ispaniyaning qo'li baland kelishi ham kerak edi, chunki 90 daqiqa o'yinda na bir noaniq zarba ham Argentina Ispaniya darvozasi tomon noaniq zarba ham bermadi. Bu esa chempionlik uchun Argentina uchun nohaq, Ispaniya uchun nohaqlik edi. Shuning uchun kecha futbol nuqtai nazaridan futbol g'alaba qozondi. Ispaniya muxlislarini tabriklaymiz. Argentina muxlislari to'g'risi Argentina Angliyani yutgandan so'ng finalga loyiq o'yin ko'rsatdi, chunki Angliya 45 daqiqa o'zining yarim maydonida himoyalandi. Bu esa finalga yo'l emas edi. Shuning uchun Argentina munosib o'tdi Angliyadan. Angliyaning ustidan munosib g'alaba qozondi. Misrning ustidan esa to'g'risi Misrda hakamlar salgina xatolikka yo'l qo'ydi, chunki men shunaqa deb o'ylayman, salgina xatolikka yo'l qo'ydi. Misrning ikkinchi golida anchadan keyin bu foul qayd etildi. Foul yo'q emas, bor edi, lekin juda kech aniqlandi. Shuning uchun bu golni hisobga olish kerak edi deb o'ylayman. Kimga qanday nima qilgan taqdirda ham, ammo bu gol hisobga olinmadi. Shundan so'ng ham Misr terma jamoasi Argentinaning darvozasiga ikkinchi golni urdi, lekin 80-daqiqadan so'ng Misr o'z jarima maydoniga qamalib qoldi. Bunga Argentina majbur qildi. Shu tariqa Argentina Misrni 3-2 hisobida yutib ketdi. Bunga Misrning o'zi ham aybdor. Bunaqa o'yin kerak emasdi. Ispaniya esa Portugaliyani yutdi 1-0 hisobida, so'ng Fransiyani 2-0 hisobida yutdi. Shu tariqa finalga yo'l olib keldi. Finalda esa Argentina umuman o'yin ko'rsatmadi. Argentina finalga noloyiq o'yin amaliyoti o'tkazdi. Shu tariqa munosib Ispaniya Argentina ustidan g'alaba qozondi va oltin kubokni boshi uzra baland ko'tardi. Ispaniya terma jamoasi bu turnirga kelib bittagina gol o'tkazdi. U ham bo'lsa Belgiya terma jamoasidan 2-1 hisobida Belgiyani yutgan edi. O'shanda 1-16 finalda edi. Undan so'ng Portugaliya bu bosqichda Ispaniyaga munosib qarshilik ko'rsatgan jamoa bu Fransiya ham boshqasi ham emasdi. Asosan Portugaliya qarshilik ko'rsatdi. Ammo Portugaliyaning o'zi aybdor, chunki Portugaliya shunchalik kuchli terma jamoaki, Ispaniyadan qolishmaydi. Jahon chempionatida eng kuchli jamoalardan bittasi. Agar hisoblasa, Ispaniyadan men kuchli deb o'ylayman, chunki uning markazi juda kuchli. Hujumchilari ham, himoyachilari ham dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan. Lekin bu tarqoq. Portugaliya ham finalga munosib emasdi. Finalga esa munosib Ispaniya edi, chunki o'z o'yinini ko'rsatdi. Bu yerda birlamchi jamoa bir. Shuning uchun Ispaniya terma jamoasi muxlislarini tabriklaymiz. Futbol muxlislarini tabriklaymiz. Kecha futbol g'alaba qozondi. Shu tariqa Jahon chempionati o'z yakuniga yetdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi ham bu finalda debman, bu Jahon chempionatida yaxshi o'yin amaliyotiga ega bo'ldi. Bir nechta o'yinchimiz xorijga yo'l olishi mumkin. Buni kutib qolamiz. Jahon futboli ham O'zbekiston bozorlariga kirib kelishni xohlaymiz va bizning futbolchilar ham Yevropada yaxshi klublarda o'z faoliyatini yuritishni xohlab qolamiz. Kanalga obuna bo'ling.
videoga like so'rayman va kanalga obuna bo'lib, o'z izohlaringizni kommentariylarda kutib qolaman.